Baqlajondan galpisi azizlarim, baqlajondan galpisi ko'rganmisiz? Men buni Turkiyaga kelib ko'rdim. O'zimiz O'zbekistonda hech qachon ko'rmaganman ham, eshitmaganman ham. Bizda faqatgina bolgarskiydan bo'ladi bu. Bu taom, bu yerda esa baqlajondan, nima ashkadi qovoq deb qo'yadi-ku, shuni bargidan, undan keyin nimadan tayyorlaykan? Nima kartoshkani o'zidan ham tayyorlaydi. Azizlarim, bu taomni albatta tayyorlab ko'ring. Men kecha buni 1 soat ichida tayyorladim. Bu juda ham qiyin taom. Shuning uchun videoga olishga ulgurmadim. Bizda buni ichiga qiyma aralashtirib solib tayyorlaydi. Bu yerda guruchni o'zidan ya zaytun yog'i deb qo'yadi. Zaytun yog'ini aralashtirib tayyorlar ekan. Bir kun inshaalloh ko'rsataman boshidan oxirigacha. Hozircha qisqacha tushuntirib ketaman. Agar mabodo inshaalloh Xudo xohlasa qo'lingizdan kelsa uyda o'tirib bekor bo'lsangiz albatta tayyorlab ko'ring. Bu ham bir nima antiqa taom. Baqlajon ichini o'yasizda, ichiga galpisiga nima solsangiz ichiga o'shani solasizda, qisiq alovda qaynatib olasiz. Bo'ldi taom. 40 daqiqalar qaynasa pishadi. Mazali taom. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Keyingi videolarimda albatta ko'rib boring. Bundan-da mazali taomlar tayyorlab ko'rsataman. Menga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonatsiz.